Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sahifamizga xush kelibsiz. Darslarimizni davom etamiz. Avvalgi darsimizda biz if else yordamida biror bir shartni tekshirishni o'rgandik. Demak, if yordamida shartni tekshiramiz. Agar shart to'g'ri bo'lsa, unda kodning ma'lum bir qismi bajariladi. Aks holda, demak, kodning boshqa qismi bajariladi. Buning uchun biz else operatoridan foydalanamiz. If else bog'lamasining bitta kamchiligi, biz faqatgina bitta shartni tekshirib ko'ra olamiz, xolos. Agar misol ko'radigan bo'lsak, mana deylik, biror bir bizda son bor. Sonni misol uchun ixtiyoriy qiymat bo'lishi mumkin, mana 50 deylik. Biz keling mana shu sonni musbat yoki manfiyligini tekshiruvchi kod yozamiz. If deymiz, son kichkina 0 dan, ya'ni son 0 dan kichkina bo'lsa, bu albatta manfiy son bo'ladi. Aytamizki, demak print deymiz, manfiy son. Aks holda, ya'ni else, aks holda degani demak son agar 0 dan katta yoki teng bo'lsa, unda deymiz print musbat son. Mana endi mana shu kodimizni bajaradigan bo'lsak, hozir son 50 ga teng bajarsak, mana ko'rib turibsiz, bu yerda demak musbat son degan xabar chiqdi. Agar biz sonni almashtirsak, misol uchun -72 desak, kodimizni bajarsak, mana endi ko'rib turibsiz, manfiy son degan xabar chiqdi. Demak, biz if else bog'lamasi yordamida faqatgina bitta shartni tekshirib ko'ra olamiz. Tasavvur qiling, bizda demak bir nechta shartlar bor. Ya'ni biz bir nechta shartlarni tekshirishimiz kerak va har bir shartning natijasiga ko'ra u yoki bu qiymatni chiqarishimiz kerak. Misol ko'ramiz, deylik mana hayvonot bog'iga kirish. Mana shu hayvonot bog'iga kirish, deylik yosh bolalar uchun bitta narx, kattalar uchun ikkinchi narx va deylik misol uchun qariyalar uchun yana bitta narx. Mana shunday bir misolni ko'raylik. Biz foydalanuvchining yoshini so'rayapmiz. Mana ko'rib turibsiz, yoshingiz nechida dedik. Demak, agar foydalanuvchining yoshi 4 dan kichkina bo'lsa, sizga kirish bepul deymiz. Agar foydalanuvchi 12 yoshdan kichkina bo'lsa, unda kirish 5000 so'm va boshqalarga, demak 12 yoshdan kattalarga kirish 10000 so'm. Demak, mana shunday kod yozmoqchimiz. Endi bu yerda aytib bering, biz yangi operator qo'shdik. Bu operator elif deb yozilgan. Demak, bu else va if operatorlarini yig'indisi. Demak, biz if bilan boshladik. Ana undan keyin birinchi shartni tekshiramiz. Demak, yosh 4 dan kichkinami yoki yo'q. Ikkinchi shartni tekshirish uchun elif operatoridan foydalanamiz. Demak, bu elifni aks holda agar deb o'qisak bo'ladi. Ya'ni aks holda yosh 12 dan kichkina bo'lsa, unda mana bu demak operatorni kodni bajar. Agar yuqoridagi ikkala shart ham bajarilmasa, unda mana bu else operatori turibdi. Demak, else operatori yuqoridagi ikkala shart ham bajarilmaganda bajariladi. Mana endi biz foydalanuvchining yoshini so'rayapmiz va uni biror bir integer qiymatga o'zgartirib olyapmiz. Keling endi mana shu kodni ham bajaraylik. Mana yoshingiz nechida deb so'rayapti. Agar men yoshim 3 da desam, demak sizga kirish bepul degan kodni oldim. Agar yana kodni bajaraylik qaytadan, mana yoshingiz nechida dedi. Men misol uchun yoshim 30 da desam, sizga kirish 10000 so'm deyapti. Chunki yuqoridagi ikkala shart ham bajarilmadi, demak oxirgi shartga o'tdi va kirish 10000 so'm degan xabarni oldik. Biz bunday bog'lamada mana bu eliflarni sonini istalgancha qo'yishimiz mumkin. Misol uchun keling, mana bu yerga yana bitta shart qo'yaylik. Misol uchun elif yosh, misol uchun deylik 18 dan kichkina bo'lsa. 18 dan kichkina bo'lsa, print deymizda sizga kirish misol uchun 8000 so'm. Mana biz endi orada yana bitta shart qo'shib ketdik. Demak, boshida 4 yoshdan kichkina yo'qligini tekshiramiz. Agar 4 yoshdan katta bo'lsa, 12 yoshdan kichkinami yo'qmi tekshiramiz. Agar 12 yoshdan ham katta bo'lsa, unda 18 yoshdan demak kichik yoki yo'qligini tekshiramiz. Agar 18 yoshdan ham katta bo'lsa, unda oxirgi operator bajariladi. Mana endi bu kodni bajaradigan bo'lsak, mana sizni yoshingiz nechida deb so'rayapti. Men bu yerda misol uchun 16 desam, mana sizga kirish 8000 so'm deb mana bu shart bajarildi va uning ichidagi kod bajarildi. Demak, mana shunday qilib biz bir nechta shartlarni tekshirib o'tishimiz mumkin ekan. Endi bu yerda bir kichkina maslahat sifatida ko'rib turibsiz, biz qayta print funksiyasidan foydalanamiz. Buni o'rniga aslida demak bunday qilmasdan ko'p dasturchilar kodni qayta yozmasdan qiladigan usuli mana shu yerda biz mana bunday qilsak bo'ladi. Misol uchun narx deymiz barobar 0 deymiz. Ya'ni agar foydalanuvchi 4 yoshdan kichkina bo'lsa, unga kirish bepul. Keyingisi deymiz narx barobar misol uchun 5000 deymiz.
Mana undan keyingisiga narx barobar 8000 deymiz. Va oxirgisi narx barobar 10000 deymizda. Mana endi print funksiyasini demak pastdan alohida, ya'ni bu shartlardan tashqariga yozamiz. Print demak buni f stringdan foydalansak bo'ladi bu yerda. Sizga kirish demak narxni yozamiz. So'm deymiz. Mana endi e'tibor bering, yuqorida biz faqatgina narxni o'zgartiryapmiz. Mana kodimizni bajarsak, yoshingiz nechida deb so'rayapti. Yoshim misol uchun 60 ta desam, mana sizga kirish 10000 so'm degan xabar chiqib keldi. Mana shunday qilib biz demak bir nechta shartlarni tekshirishimiz mumkin. Bu usulning kamchiligi, agar mana shu shartlardan birortasi bajarilsa, qolgan shartlarni demak tekshirib o'tirmaymiz. Demak bu yerda agar yosh 4 dan kichkina bo'lsa, qolgan shartlarni biz tekshirib o'tirishimiz demak shart emas. Lekin shunday bo'ladiki, shunday holat bo'ladi, ba'zida bizdan demak bir nechta shartlarni bajarilishini tekshirish talab qilinishi mumkin. Demak buning uchun bizda ikkita operator bor, or hamda and operatorlari bor. Or operatori yoki deb tarjima qilinadi. Keling oldin or operatoriga bitta misol ko'raylik. Men mana bu kodni o'chiraman hozircha. Mana qarang, biz foydalanuvchidan bugun nima kun deb so'rayapmiz. Demak foydalanuvchi kunni kiritadi. Bugun nima kun deb kiritadi. Ana undan keyin biz kunni tekshiryapmiz. Kun agar shanba yoki mana or operatorini ko'rib turibsiz, yoki yakshanba bo'lsa, unda demak bugun dam olish kuni degan xabarni chiqaramiz. Aks holda biz bugun ish kuni degan xabarni chiqaramiz. Demak ko'rib turibsiz, bu yerda biz birdaniga ikkita shartni tekshiryapmiz. Mana or operatori yordamida ikkita shartni tekshiramiz. Bu ikkala shartdan qaysi biri to'g'ri bo'lsa ham mana bu kod bajariladi. Demak or operatorini bu yerda yoki deb tarjima qilamiz. Kun shanba bo'lsa yoki yakshanba bo'lsa, mana bu operator print bugun dam olish kuni degan demak kod bajariladi. Keling mana kodni bajaraylik. Bugun nima kun? Agar men dushanba desam, mana dushanba desam, bugun ish kuni degan xabar chiqdi. Demak yuqoridagi ikkala shart ham, ikkalasidan biri ham bajarilgani yo'q. Demak bugun ish kuni degan xabar chiqdi. Yana bir marta kodni bajaramiz. Mana bugun nima ish kuni deyapti? Men shanba deyman. Demak shanba desam, bugun dam olish kuni degan xabar chiqib keldi. Demak biz bu yerda or operatori yordamida birdaniga ikkita shartni tekshiryapmiz. Demak ikkalasidan biri to'g'ri bo'lsa ham mana bu kod bajariladi. Endi ikkinchisi, demak yana bitta operator bir nechta shartlarni tekshirish uchun foydalanilgani bu and operatori. Mana buning uchun ham bitta kodni ko'ramiz. Qarang. Biz endi foydalanuvchidan birdaniga ikkita ma'lumotni so'rayapmiz. Birinchisi kun, ya'ni bugun nima kun deb so'rayapmiz. Ikkinchisi havo haroratini ham so'rayapmiz. Demak havo harorati qanday deb so'rayapmiz. Bu yerda foydalanuvchi demak ikkita qiymat kiritadi. Ana endi biz nima qilmoqchimiz? Agar kun yakshanba bo'lsa, and ingliz tilidan va deb tarjima qilinadi. Va harorat 30 gradusdan baland bo'lsa yoki teng bo'lsa, demak 30 gradusga teng yoki undan baland bo'lsa, ana unda biz cho'milgani ketdik degan xabarni chiqaramiz. Aks holda demak kun agar yakshanba bo'lsa ham harorat 30 gradusdan past bo'lsa, uyda dam olamiz degan xabarni chiqaramiz. Ana bu yerda e'tibor bering, biz else qismini qo'shib o'tirmadik. Istasangiz qo'shishingiz mumkin. Misol uchun yakshanbadan boshqa kunlar, shanba, dushanba kiritganda kod qanday ishlashini kiritishingiz mumkin, lekin biz hozircha faqatgina yakshanba va haroratni tekshiryapmiz. Demak bu yerda and operatoridan foydalandik. Endi and operatorining or operatoridan farqi, mana bu kod bajarilishi uchun ikkala shart ham to'g'ri bo'lishi kerak. Ikkala shart ham true qiymat qaytarish kerak. Demak, mana bu cho'milgani ketdik degan yozuv chiqish uchun kun yakshanba bo'lishi kerak va harorat 30 gradusdan katta bo'lishi shart. Demak, mana shu ikkala shart ham bajarilgandagina mana bu kod bajariladi. Xo'p, keling endi kodimizni bajaraylik. Mana F5 ni bosdik. Bugun nima kun? Bugun deymiz yakshanba deymiz. Havo harorati qanday? Havo haroratini 40 gradus deb kiritamiz. Mana cho'milgani ketdik degan xabar chiqdi. Sababi kun yakshanba va havo harorati 30 dan baland. Keling buni yana bir marta bajaramiz. Mana endi bugun nima kun? Yakshanba deymiz. Havo harorati esa deylik misol uchun 12 gradus deymiz. Mana endi uyda dam olamiz degan xabar chiqib keldi. Demak, mana bu and operatori yordamida biz birdaniga ikkita shartning bajarilishini tekshirishimiz mumkin ekan. Demak, bu ikkala shart ham true, ya'ni to'g'ri bo'lgandagina mana bu kod bajariladi. Xo'p, yana biz nima qilishimiz mumkin? Mana bu yuqoridagi demak and or operatorlarini
qo'shib bir nechta shartlarni ham tekshirishimiz mumkin. Keling, mana kodimizni biroz o'zgartirish kiritamiz. Qarang. Bugun nima kun deb so'rayapmiz. Demak, foydalanuvchidan kunni so'rayapmiz. Endi qarang, men nima qildim? Mana bu yerda qausning ichida or operatori yordamida birdaniga kunni yakshanba yoki shanbaligini tekshirib olyapman. Demak, agar kun yakshanba yoki mana bu yerda shanba bo'lishi kerak, yakshanba emas. Mana. Demak, kun agar yakshanba yoki shanba bo'lsa va havo harorati 30 gradusdan baland bo'lsa. Demak, mana shu kunlardan ikkalasi, demak, shanba yoki yakshanba bo'lsa va havo harorati 30 gradusdan baland bo'lsa, biz demak nima deymiz? Cho'milgani ketdik deymiz. Mana bu qismini ham shunday o'zgartiraman. Mana pastdagi qismini ham xuddi shunday o'zgartiramiz. Mana agar kun yakshanba yoki shanba bo'lsa va havo harorati 30 gradusdan past bo'lsa, unda uyda dam olamiz degan xabarni chiqaramiz. Mana endi keling bu kodni bajaramiz. Xo'p, kun nima? Shanba deyman. Mana shanba desam, havo harorati qanday? Havo harorati 36 gradus desam, cho'milgani ketdik deyapti. Mana bu yerda biz demak bir nechta operatorlarni, demak or and operator yordamida bir nechta shartlarni jamlab tekshirdik. Demak, mana shunday qilib ham yozishimiz mumkin ekan. Keling shu o'rinda demak boolean degan ma'lumotlar turi bilan ham tanishaylik. Boolean demak bu mantiqiy ma'lumot turi bo'lib, avvalda biz demak son yoki matn degan ma'lumotlar turi bilan tanishdik. Demak string, the float, integerlar bilan tanishdik. Boolean ham mana shunday ma'lumot turlaridan biri. Xo'p, boolean o'zi aslida qachon paydo bo'ladi? Mana bu yerda e'tibor bering. Mana biz mana shu yerda hozir mana men kunni chiqarsam, mana print kun deyman. Agar men kun tengmi shanbaga deb so'rasam, mana bu yerda true degan qiymat qaytdi, to'g'rimi? Mana shu true'ni biz aslida biror bir o'zgaruvchiga yuklab qo'yishimiz mumkin. Keling, bunga men boshqa misol ko'raman. Demak, mana bu kunni o'chirib turamizda. Keling, mana bu misolni ko'raylik. Bu yerda men mana bunday qilyapman. Tasavvur qiling, mana misol uchun bir restoran uchun dastur yozyapsiz. Restoraningizga kelib bir mijoz 15 ming so'mlik ovqat oldi. Xo'p, endi ovqatdan tashqari deylik mijoz choy oldi. Ana endi choy olgan bo'lsa, siz menyuda demak sistemaga true, ya'ni choy sotib oldi deb kiritib qo'yishingiz mumkin. Salat, agar salat sotib olgan bo'lsa, demak sotib olmagan bo'lsa false, ya'ni mijoz salat sotib olmadi deb kiritib qo'yishingiz mumkin. Bu yerda demak choyning qiymati true ga teng bo'ldi, salatning qiymati false ga teng bo'ldi. Bular demak mantiqiy ma'lumot turlari. Demak true degani choy true dedik. Bu bilan biz mana shu mijoz choy sotib oldi degan ma'noni bermoqchimiz. Ana endi qarang. Bular mantiqiy ma'lumot turi bo'lgani uchun biz mana bunday shart yozishimiz mumkin. Demak, bizni avvaldagi boshdagi mijoz sotib olgan ovqat, misol uchun osh sotib oldi 15 ming so'mga. Ana endi tekshiryapmiz. If choy and salat, ya'ni agar foydalanuvchi yo mijoz choy va salat ham sotib olgan bo'lsa, demak bu yerda choy true bo'lsa, salat true bo'lsa degani foydalanuvchi choy ham sotib oldi, salat ham sotib oldi. Ana unda biz mana bu narxga demak yana 10 ming so'm qo'shyapmiz. Demak foydalanuvchi choy va salat sotib olgani uchun 10 ming so'm qo'shyapmiz. Yana bitta shart qo'yapmiz. Demak elif agar yuqoridagi bajarilmasa, unda foydalanuvchi choy yoki salat sotib olgan bo'lsa, ya'ni endi bu yerda and emas, ordan foydalandik. Foydalanuvchi choy yoki salat olgan bo'lsa, unda narxiga 5 ming qo'shyapmiz. Demak 15 mingga 5 mingni qo'shyapmiz. Mana endi oxirida jami narxni chiqaryapmiz. Mana bajarsak, demak jami 20 ming so'm deyapti. Nima uchun? Chunki bu yerda biz demak choy sotib oldi, salat sotib olmadi. Mana bularda mana bu shart bajarildi. Demak, bu yerda biz 5 ming so'm qo'shdik. Agar biz mana bu yerda salatni ham true deb qo'ysak, demak true deb qo'ydik. True deb qo'yishimiz bilan endi qarang, ikkala shart ham true bo'ldi. Demak, mana bu ham bajariladi. Choy ham true, salat ham true. Demak, narx 10 ming so'mga oshadi. Agar men endi bu kodni bajarsam, demak jami 25 ming so'm degan xabar chiqib keldi. Demak, bu yerda e'tibor bering, biz mana bu shartlarni true yoki false deganni to'g'ridan to'g'ri mantiqiy ma'lumot turi bilan solishtirdik. Bu yuqoridagi misollarimizda biz mana bu if, elif yordamida, demak if, elif yordamida bir nechta shartlarni tekshiryapmiz. Lekin yuqorida aytganimizdek, bu demak zanjirni kamchiligi, agar mana bu shartdan bittasi bajarilsa ham Python qolgan shartlarni tekshirib o'tirmaydi. Ya'ni bu yerda masalan if bajarilsa, elif qismini tekshirib o'tirmaydi. Va hokazo sizda bir nechta eliflar bo'lsa, faqat qaysi biri to'g'ri chiqsa, ana o'shani bajaradi xolos. Qolgan shartlarni bajarib o'tilmaydi. Lekin keling bizdan talab qilinsa, misol uchun kodimiz davomida bir nechta shartlarni tekshirish talab qilinsa.
Unda nima qilamiz? Unda biz mana keling, mana bu yerga yozaylik. Mana demak, deylik foydalanuvchi demak choy sotib olyapti, ovqat sotib olyapti 15 mingga. Ana undan keyin qo'shimcha sifatida choy, salat, non, kompot, assorti sotib olishi mumkin. Demak, biz bu yerda har biriga qiymat berib chiqdik. Choyga 1 true, ya'ni sotib oldi. Salat olmadi, non oldi, kompot oldi, assorti sotib olmadi deyapmiz. Endi keling biz har bir shartni alohida tekshirib chiqmoqchimiz. Birinchisi mana choy sotib oldimi yo'qmi tekshiramiz. Mijoz choy olgan bo'lsa, narxiga 3000 qo'shamiz. Ana undan keyin alohida salat, ya'ni salat sotib oldimi yo'qmi tekshiryapmiz. Agar salat ham sotib olgan bo'lsa, narxiga 5000 qo'shyapmiz. Non, agar non sotib olgan bo'lsa, narxiga 2000 qo'shamiz. Demak, bu yerda biz bir nechta iflardan foydalanyapmiz. Bu yerda e'tibor bering, if yoki else yo'q endi, faqat iflar bor. Bu shartlarning har biri bir-biridan mustaqil, ya'ni bir-biriga mutlaqo bog'lanmagan. Bularning orasida alohida joy bor. Mana bu shart tekshiriladi, ana undan keyin bu shart bajarilsa ham, bajarilmasa ham keyingi shartga o'tadi. Keyingi shart ham bajarilsa ham, bajarilmasa ham undan keyingi shartga o'tadi. Ya'ni bu yerda har bir shart tekshiriladi. Hech qaysi shart tashlab o'tib ketilmaydi bu yerda. Demak, biz har birini tekshirib chiqyapmiz. Mijoz choy oldimi, salat oldimi, non oldimi va hokazo tekshiryapmiz-da. Oxirida demak, jami narxini chiqaryapmiz. Orasida esa agar misol uchun choy sotib olgan bo'lsa, mana bu yerda mijoz choy oldi deb chiqaramiz. Salat sotib olgan bo'lsa, salat sotib oldi deb chiqaramiz. Keling, mana endi kodimizni tozalaymiz. Mana bu pastda yuqoridagi kodni bajaramiz. Bajarsa mana ko'rib turibsiz, demak, choy true edi, mijoz choy oldi degan xabar chiqdi. Salat false edi, demak chiqmadi. Non true edi, demak mijoz non oldi degan xabar mana bu pastda chiqdi. Kompot true edi, demak mijoz kompot oldi degan xabar chiqdi. Va jami 25 ming so'm chiqdi. Bu yerda nima bo'ldi? Demak, avvalgi boshdagi narximiz 15 ming so'm edi. 15 ming so'mga demak choy narxi qo'shildi. Bu bilan 15 ming plus 3 demak 18 ming bo'ldi. Ana undan keyin salatni narxi qo'shilmadi-da. Demak, nonni narxi qo'shildi. 18 mingga 2 mingni qo'shsak, demak 20 ming bo'ldi. Ana undan keyin 20 mingga mana bu kompotni ham narxi qo'shildi-da, jami 25 ming so'm bo'ldi. Shu yerda yana bir narsani aytib ketmoqchiman. Biz mana bu true false qiymatlarini o'rniga 1 yoki 0 qo'yib ketishimiz ham mumkin. Demak, 1 true o'rniga 1, demak false o'rniga 0 qo'yib ketishimiz ham mumkin. Mana shunday holatda ham kodimiz ishlayveradi. Misol uchun keling, mana mijoz, misol uchun assorti ham sotib oldi, 1 qilib qo'yamiz. Agar buni bajaradigan bo'lsak, mana mijoz choy oldi, non oldi, kompot oldi, assorti oldi, narxi 40 ming so'm bo'ldi degan xabar chiqdi. Demak, mana shundan ham foydalanishimiz mumkin ekan. Keling, yana bir operator bilan tanishaylik. Bu demak in operatori. Biz in operatori yordamida ma'lum bir matnni ro'yxatning ichida bormi, yo'qmi tekshirishimiz mumkin. Demak, bu ro'yxatlar bilan ishlaganda juda ham qulay. Mana shunday holatlarda demak in operatori mantiqiy true yoki false qiymatini qaytaradi. Misol uchun men mana bu yerda mana menu degan ro'yxat yaratdim. Mana undan keyin ro'yxatda manti bormi yo'qmi tekshirish uchun mana manti in menu degan kod yozdim. In degani ichida degani, inglizda ichida deb tarjima qilinadi. Demak, menyuni ichida manti bormi deb so'rayapman. Hozir bu kodimizni bajarsak, demak, mana buni pastga yozamiz. Misol uchun manti in menu deb so'rasam, demak, menyuni ichida manti bormi deb so'rasam, mana false deyapti. Haqiqatan ham menyuni qarasak, menyuda manti yo'q. Xo'p, keling, bu yerda biz manti emas, somsa deb yozamiz. Mana somsa in menu, ya'ni menyuda somsa bormi desam, true deyapti. Demak, biz mana shunday qilib ro'yxatning ichidagi elementlarni ham tekshirib olishimiz mumkin ekan. Keling, mana bitta oddiy kod yozaylik, bitta dastur yozaylik. Xo'p, bu yerda biz nima qilyapmiz? Mana yana menyuni yaratib oldik va foydalanuvchidan nima ovqat yeyishini so'rayapmiz. Demak, nima ovqat yeysiz? Demak, foydalanuvchi buyurtma beryapti. Ana endi biz mana shu ovqatni tekshiryapmiz. Ovqat, demak, lower yordamida kichkina harflar bilan yozib oldik, foydalanuvchi kiritgan ovqatni. Menyuda bormi yo'qmi tekshiryapmiz. In menu yordamida. Demak, agar ovqat menyuda bo'lsa, mana bu ifoda true qiymatini qaytaradi va biz buyurtma qabul qilindi degan xabarni chiqaramiz. Aks holda, ya'ni ovqat menyuda bo'lmasa, unda afsuski bizda bunday ovqat yo'q degan xabarni chiqaramiz. Mana kodni bajaraylik. Mana siz nima ovqat yeysiz deyapti. Agar men osh desam, mana buyurtma qabul qilindi dedi. Chunki osh menyuda bor edi. Yana bir marta bajaraylikda, mana siz nima ovqat yeysiz deyapti. Keling, endi bu safar men misol uchun deylik sho'rva deyman mana. Sho'rva desam, afsuski bizda bunday ovqat yo'q degan xabar chiqdi. Demak, in yordamida biz
menyuni tekshirishimiz mumkin ekan. Xo'p, buni aksi ham bor. Buni aksi not in operatori. Demak, not in yordamida biz ma'lum bir elementni ro'yxatda yo'qligini tekshirib ko'ramiz. Mana keling, mana bu yerni tozalayman. Hozir mana menu degan ro'yxatni chiqaraman. Menyuda osh, qozon kabob, shashlik, norin bor ekan. Agar men hozir so'rasam, deylik misol uchun osh not in menu, ya'ni menyuda osh yo'qmi deb so'rayapman. Bu aytadi false deyapti, chunki menyuda osh bor. To'g'rimi? Agar men yana qaytadan so'rasam, misol uchun keling, yana bir marta menyuni chiqaramiz. Endi so'rayman, misol uchun yuqori kabi mana sho'rva deyman. Sho'rva not in menu. Demak, menyuda sho'rva yo'qmi desam, true deyapti. Ha, demak menyuda sho'rva yo'q. Demak, not yordamida biz biror bir ro'yxatning ichida o'sha qiymat yo'qligini tekshirib ko'rishimiz mumkin. Agar mana bu kodimizni not bilan yozadigan bo'lsak, misol uchun not in menu yozadigan bo'lsak, unda mana bu ikkita operatorni o'rnini almashtirishimizga to'g'ri keladi. Demak, biz buni mana bu qismini pastga olamiz va misol uchun mana bu qismini esa tepaga olib qo'yishimizga to'g'ri keladi. Mana kodni bajaraylik. Misol uchun men kodni bajarsam, nima ovqat yeysiz dedi. Osh desam, buyurtma qabul qilindi degan xabar chiqdi. Ro'yxatlar bilan ishlaganda biz ma'lum bir ikkita ro'yxatni bir-biri bilan solishtirishimiz ham mumkin. Ya'ni bizda misol uchun mana e'tibor bering, menu degan ro'yxat bor va buyurtmalar degan ro'yxat bor. Demak, mana bu bizning menyuyimiz, yuqoridagi bizning menyu. Mana bu esa mijoz bergan buyurtma. Demak, mijoz osh, somsa, manta, shashlik buyurtma berdi. Biz nima qilamiz? Mana bu demak buyurtmalar ichidagi har bir taom uchun, demak mana shu taomni menyuda bormi yo'qmi tekshirib ko'rmoqchimiz. Demak, for taom in buyurtmalar, demak buyurtmalar ichidagi har bir taom uchun if taom in menu, ya'ni bu taom menyuda bo'lsa, menyuda taom bor deb xabar chiqaramiz. Else, ya'ni agar mana bu taom menyuda bo'lmasa, kechirasiz, menyuda bunday taom yo'q degan xabarni chiqaramiz. Mana bizning buyurtmamizda osh, somsa, manti, shashlik bor. Keling, mana shu buyurtmani hozir tekshiramiz. Mana shu kodni bajaraylik. Bajarsak, menyuda osh bor. Demak, birinchi oshni tekshirdik, osh menyuda bor. Menyuda osh bor. Somsani tekshiramiz. Demak, menyuda somsa bor. Haqiqatan ham menyuda mana somsa turibdi. Keyingisi mantini tekshiramiz. Ko'rib turibsiz, demak, kechirasiz, menyuda manti yo'q degan xabar chiqdi, chunki menyumizda haqiqatan ham manti yo'q. Oxirgisi shashlik edi. Demak, tekshirdik. Haqiqatan ham menyuda shashlik bor. Demak, menyuda shashlik bor degan xabar chiqdi. Mana shunday qilib biz ikkita ro'yxatni bir-biri bilan solishtirishimiz mumkin. Endi bu yerda bitta narsaga e'tibor bering. Misol uchun, ba'zida shunday bo'ladi, ro'yxatimiz bo'sh bo'lishi mumkin. Ya'ni foydalanuvchi hech narsa buyurtma bermadi. Ro'yxat bo'sh. Chunki dastur davomida siz bir narsaga e'tibor bering. Hozir biz bu buyurtmalarni o'zimiz qo'limizda yozib qo'ydik. Ya'ni bu ro'yxatni men misol sifatida qo'limda o'zim yozdim. Lekin dastur davomida bu ro'yxatni foydalanuvchi shakllantirishi mumkin. Ya'ni foydalanuvchidan qabul qilgan qiymatlarni siz menyuga kiritishingiz mumkin. Ana shunday holatlarda demak ro'yxat bo'sh bo'lsa, demak foydalanuvchi deylik hech narsa buyurtma bermadi. Ana unday holda biz ro'yxatni avval mana bu loopni bajarishimizdan oldin, mana bu siklni bajarishimizdan oldin ro'yxatni bo'sh yoki bo'sh emasligini tekshirib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun eng oddiy operator mana if buyurtmalar degan operatordan foydalanamiz. Bu yerda if buyurtmalar, agar mana bu buyurtmalar degan ro'yxatning ichida bir dona bo'lsa ham element bo'lsa, bu true qiymatini qaytaradi. Agar mana shu demak ro'yxat bo'sh bo'lsa, unda demak 0 qiymat qaytaradi. Misol uchun keling, mana shu kodni hozir men tekshirib ko'raman. Print deyman. Mana e'tibor bering, biz nima qildik? Demak, if buyurtmalar dedik. If buyurtmalar mana bu ro'yxatni, demak buyurtmalar degan ro'yxatni ichini tekshiradi. Buning ichida agar bitta dona element bo'lsa ham, unda mana bu kod ishlaydi. Demak, ro'yxatda biz uzunligini chiqaryapmiz. Demak, buyurtmalar degan nechta elementlarni chiqaramiz va taom bor degan xabarni chiqaryapmiz. Else deymiz. Misol uchun, agar demak ro'yxatda hech narsa yo'q bo'lsa, deymiz print. Mana shu kodni bajarsak, mana ro'yxatda 4 ta taom bor degan xabarni oldik. Haqiqatan ham agar biz misol uchun o'sha buyurtmalar degan ro'yxatimizni chiqarsak, mana ko'rib turibsiz, osh, somsa, manti, shashlik va hokazo 4 ta ovqat bor ekan. Endi keling boshqatdan demak buyurtmalar deymizda mana bo'sh ro'yxat yaratamiz. Endi mana bu kodni bajaradigan bo'lsak, mana e'tibor bering. Endi bu kodni bajarsak, ro'yxat bo'sh degan xabar chiqib keldi. Demak, mana bu kodimizni, ko'rib turgan mana bu uzun kodimizni aslida mana bunday qilib o'zgartirsak to'g'ri bo'ladi ekan. Mana o'zgartiramiz. Demak, for dan oldin biz mana bu buyurtmalar degan ro'yxatni tekshirib olamiz. Ichida element bormi, yo'qmi? Ana undan keyin mana bu for siklni bajaramiz.
Bu yerda e'tibor bering, demak if ga nisbatan for o'ngga surilgan turibdi. Bu degani, demak mana bu for sikli mana bu if ni ichida kelyapti. Bu juda ham muhim. Mana kodimizni bajarsak, ko'rib turibsiz. Demak, menyuda osh bor, somsa bor, manti yo'q, shashlik bor degan xabarlar chiqib keldi. Demak, bugun ko'rmoqchi bo'lgan darsimiz shundan iborat edi. Albatta sahifamizga o'ting. Sahifamizda biz bir nechta demak amaliy mashqlar tayyorlab qo'yganmiz. Ana shu mashqlarni albatta bajaring va mashqlarning pastida javoblarni ham yukladik. Javoblar bilan solishtiring albatta va nima uchun misol uchun javoblarni solishtirganda tahlil qiling. Nima uchun misol uchun bizni kodimiz bunday yozilgan, balki siz boshqacharoq yozgandirsiz. Nima uchun sizniki afzal yoki nima uchun bizniki afzal, balki sizniki qisqaroq chiqqandir kodingiz. Mana shu narsalarni ozgina tahlil qilib o'rganing va imkon qadar demak mana shu biz bergan amaliyotlar bilan cheklanmasdan o'zingiz ham demak qo'shimcha qandaydir mashqlarni bajaring. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sahifamizga xush kelibsiz. Darslarimizni davom etamiz. Bugun biz xatolar bilan ishlashni o'rganamiz. Har qanday dasturchi dastur yozish davomida xato qilishi bu tabiiy. Qancha ko'p dastur yozsangiz, shuncha ko'p xato qilasiz. Keling bugun boshlang'ich, ya'ni dasturlashga endi kirgan odamlar eng ko'p qiladigan xatolar bilan tanishamiz. Demak, avvalo Pythonda xatolar 3 turli bo'ladi. Birinchisi bu demak dastur yozish jarayonidagi sintaks xatoliklar. Sintaks xatolar bilan biz avvalgi darslarimizda tanishdik. Demak, sintaks xatolarini yaxshi dasturlash muhiti dastur bajarilishidan oldinoq sizga demak ishora qilib ko'rsatib turadi va Python ham sintaks xatolari bor dasturni bajarmaydi. Avval aytganimizdek, sintaks xato deganda odatda mana shu demak qoidalarga amal qilmagan holda kod yozish tushuniladi. Keling, mana bu yerda bitta misol ko'ramiz. Misol uchun mana bunday qilib biz hello world degan komandasini yozyapmiz. Bu yerda e'tibor bering, yozishim bilan Spider'da mana bunday bo'lib qizarib qoldida, pastda e'tibor bersangiz invalid syntax deyapti. Demak, syntax xato deyapti. Agar men bu kodni bajarmoqchi bo'lsam, birdaniga ko'rib turibsiz, demak syntax error degan xato chiqib keldi. Xo'p, qarang, bu yerda Pythonda agar siz yaxshi dasturlash muhitini ishlatsangiz, mana biz Spider ishlatyapmiz. Aksar dasturlash muhitlari xato qayerdaligini ham ko'rsatadi. Demak, mana bu yerda ko'rib turibsiz, kichkinagina strelka bilan mana shu yerda xato bor deb xatoni qatorini ham ko'rsatyapti. Demak, mana bu yerda biz qatorni raqamini ham ko'rishimiz mumkin. Demak, 13-qator mana bu fayl. Demak, bu faylning nomi mana shu faylni 13-qatorida mana shunday xato bor deyapti. Ba'zida sizni dasturingiz katta bo'lganda, dasturning ichida bir nechta fayllar bo'ladi. Masalan, 10 ta, 20 ta, 100 lab fayllar bo'lishi mumkin. Ana shunday holatda demak, bu fayllar albatta bir-biriga chambarchas bog'liq bo'ladi va qayerdadir xato bo'lsa, demak, mana shu xato qaysi faylning nechinchi qatorda ekanligini Python albatta ko'rsatadi. Demak, mana bu yerda bizda aytayapti. Endi qarang, sintaks xatoligini biz tushundik, lekin mana bu qismini agar siz ingliz tilini bilsangiz tushunasiz. Demak, missing parentheses deyapti. Parentheses degani qovuslar degani. Lekin tushunmasangiz nima qilasiz? Mana shu yerda mana shunday xato chiqdi. Siz ingliz tilini bilmaysiz. Eng oson yo'li mana bu matnni olasizda, ko'chirib, mana endi Google'ga o'tamiz. Google Translate degan sahifa bor, mana translate.google.com. Mana shu yerga matnni kirgizamiz. Bu ingliz tilida, demak ingliz tilidan biror bir o'zimiz biladigan tilga o'giramiz. Misol uchun, keling o'zbek tiliga o'giramiz. Mana o'zbek tilidagi tarjimasi. Odatda o'zbek tilidagi tarjimalar hali unchalik zo'r emas. Ya'ni o'qib ba'zi bir demak o'qisangiz shu yerdagi muammoni o'zingiz demak mantiqiy o'ylab topishingiz mumkin. Bu yerda mana qavslar yo'q degan joyini tushunishingiz mumkin. Lekin misol uchun agar rus tilini bilsangiz, rus tiliga tarjima qilganingiz afzalroq, sababi rus tilidagi tarjimalar demak bunga nisbatan ancha tushunarli. Mana отсутствует круглые скобки deyapti. Demak, print funksiyasini chaqirganda mana bunday demak круглые скобки demak qavslar qolib ketdi. Balki kodni mana bunday yozishingiz kerak edi deb bizga tavsiya beryapti. Demak, mana xatoni e'tibor bering, nima ekan? Biz kodimizni mana bunday yozishimiz kerak ekan. Xo'p, demak endi kodni to'g'rilaymiz. Mana to'g'riladik, xato ham yo'qoldi. Mana endi kodimizni bajarsak, kodimiz bajarildi. Mana hello world degan matn chiqib keldi. Demak, sintaks xatolar odatda hatto kodni bajarishdan oldin ham ko'rsak bo'ladi ekan.
Mana yana bir xatolik, misol uchun mana e'tibor bering, mana bu yerda biz qovus yopishni esimizdan chiqardik. Endi buni ham bajaradigan bo'lsak, e'tibor bering, bu yerda syntax error deyapti-da, EOF xatolik deyapti. Endi bu yerda EOF nima degani? End of function degani. End of function degani demak qaysidir funksiyani biz demak yopishda xato qildik. Funksiya deganda mana bu yerda e'tibor bering, bizda print funksiyasi bor. Biz print funksiyasini chaqirdik, demak qovuslarni ochdik, lekin qovusni yopmadik. Qovusni yopish esimizdan chiqib qoldi. Bu xatolikning katta muammosi shundaki, xato qayerdaligini ko'ra olmaysiz. Ya'ni mana bu ochilgan qovus qayerda yopilmay qolganini, demak qayerda qovus yopmaganingizni aniq ko'rsatmaydi Python. Qarang, xatoni 70-qatorda deyapti. Vaholanki bizda xato hozir mana 14-qatorda xolos. 70-qator esa bu kodning oxiri. Demak, bu yerda mana bunday EOF xatolik bo'lganda biz kodimizni sinchiklab o'zimiz ko'zimiz bilan tekshirib chiqib, mana shu qovus qayerda qolib ketganligini o'zimiz topishimiz kerak bo'ladi ekan. Demak, Python bizga bu yerda unchalik ham yordam bera olmaydi. Lekin tushunamiz, demak EOF degani bilib oling, demak end of function, ya'ni funksiyaning yakunida xatolik bo'ldi deyapti. Demak, qayerdadir qovus qolib ketgan bo'lsa, mana shu EOF xatolik chiqadi. Demak, buni yopamiz. Mana yopamiz, bajaramiz. Mana 2 marta hello world chiqdi. Demak, bu to'g'ri. Xo'p, yana bitta mana shunday xatolikning ko'rinishi, misol uchun ba'zida qo'sh tirnoq qolib ketgan bo'lsa. Mana tasavvur qiling, mana bunday kod, qo'sh tirnoqimiz qolib ketdi, kodni bajarsak, endi EOL xatolik dedi. EOL degani end of line. Demak, end of line degani qatorning yakunida xatolik bor deyapti. Mana bu yerda aytayaptiki, mana shu qatorning oxirida xato bor deyapti. Qanday xato? Biz mana ko'rib turibmiz, bu yerda qo'sh tirnoq va qovus qolib ketgan. Buni to'g'rilab qo'yishimiz oson. Demak, EOL ko'rsangiz bu mana shu qatorning oxirida xato bor, EOF ko'rsangiz bu funksiyada xato bor. Mana shunday qilib biz syntax xatolarini to'g'rilab ketishimiz mumkin ekan. Yana bitta xatolik turi bu indentation error deyiladi. Indentation degani ma'nosi bu surish, ya'ni odatda kodni qatorni boshidan yoki surib yozishingiz Python uchun juda ham muhim. Mana misol uchun mana bu yerda e'tibor bering. Men mana bu print degan komandani yozdim va boshida tasodifan bitta joy qolib ketdi, ya'ni bitta probel tashab yozdim. Bu ba'zida misol uchun kodning ichida ko'zingiz bilan ko'rmasligingiz ham mumkin, ya'ni bir dona qator qolib ketgandi. Lekin bizga Python ishora qilyapti, mana shu yerda mana xato bor deyapti. Agar biz bu kodni bajarsak, aytadiki unexpanded indent deyapti. Keling mana shuni ham tarjima qilaylik. Mana Google ga o'tib tarjima qilsak, kutilmagan indent. Indent degani o'sha bo'sh joy degani. Demak, kutilmagan joyda bo'sh joy bor ekan. Qayerda? Mana bu yerda. Demak, bo'sh joy kerak emas joyda biz bo'sh joy tashlasak, bu xatolikka olib keladi ekan. Buni to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Mana to'g'riladik. Kodni bajaramiz. Kodimiz bajarildi. Yana mana bu indentation xatolikning boshqa ko'rinishi, misol uchun mana shunday joy tashlashni esdan chiqarish. Keling, mana bu misolni ko'ramiz. Mana misolni bajarsak, aytayaptiki expanded and indent block deyapti. Ya'ni mana shu yerda joy tashlamagansan deb bizga aytayapti. Demak, bu yerda biz joy tashlab yozsak to'g'ri bo'ladi. Mana endi bajarsak, mana 1 dan 10 gacha sonlar chiqib keldi. Demak, esingizda bo'lsa biz aytgandik, for siklini badanida joy tashlab yozishimiz kerak. Bu demak mana bu komanda bu for siklini, mana bu siklni badani hisoblanadi. Demak, bu yerda biz joy tashlab yozishimiz kerak. Agar joy tashlab yozmasak, o'z-o'zidan xato bo'ladi. Endi shu o'rinda savol tug'iladi. Qancha joy tashlashimiz kerak? Misol uchun mana bitta joy tashlab qo'yaylik. Mana bitta joy tashlasak ham ko'rib turibsiz, mana bajarsak kodimiz bajarilyapti. Yaxshi. 2 ta joy tashlasak ham, 3 ta joy tashlasak ham, 4 ta joy tashlasak ham kodimiz endi bajarilaveradi. Misol uchun uzun mana bunaqa ko'p joy tashlasak ham, bajarsak kodimiz bajarilaveradi. Xo'p, aslida qancha joy tashlash kerak? Bu yerda bir narsaga e'tibor bering. Demak, qoida sifatida sizda ikkita demak tanlov bor. Birinchisi klaviaturada demak tab tugmasini bosish. Demak, klaviaturada tab tugmasini bosasiz, mana bunday bitta uzun joy tashlaydi. Yoki bo'lmasa, yana bitta qoida 4 ta joy tashlash. Ya'ni 4 ta degani klaviaturada space tugmasini 4 marta bosasiz. 1, 2, 3, 4 marta bosasiz. Bu demak siz uchun ikkinchi tanlov. Demak, yoki uni yoki buni tanlashingiz mumkin. Lekin qaysi usulni tanlasangiz ham ana endi bundan buyog'iga kodingizda har doim mana shu bitta usulni foydalanishingiz shart. Buni o'zingizga qoida qilib oling. Agar misol uchun men mana shu yerda ikki xil narsa, ikki xil joy tashlasam, misol uchun keling men n+1 mana buni bu yoqqa suramizda va pastidan misol uchun mana print n ham demoqchiman. Mana bu yerga e'tibor bering. Mana print n, mana bu yerda print n+1 deyapman. Mana endi bu yerda xato beryapti. Nima uchun? Bu yerda xatoni e'tibor bering. Ikki xil joy tashlaganimiz uchun bu endi bizga bu yerda xato beryapti. Demak, joyni biz bir xil tashlashimiz kerak ekan. Bir xil tashlasak, ana o'shanda
kodimiz bajariladi. Demak, qaysi usulni tanlasangiz ham ana shu usulni oxirigacha olib keting qoida sifatida. Ikkinchi xatolik turi runtime error deyiladi. Runtime errorlar bu dastur bajarilgandan keyin dasturni bajarish jarayonida qayerdadir xatolik chiqib keladida, dasturingiz o'z-o'zidan to'xtab qoladi. Ya'ni yuqoridagi syntax errorga nisbatan yoki indentation errorga nisbatan solishtirganda bu xatoliklar dastur bajarishdan oldin ham Python o'sha xatolarni sizga ko'rsatadi, lekin runtime errorlarni bajarishdan oldin siz bilmaysiz. Faqatgina dastur bajarilgandagina ana shu xato chiqib kelsa, undan keyin dasturimiz bajarishdan to'xtab qoladi. Mana keling, mana bu yerda ana shunday runtime errorlarni ba'zilarini ko'ramiz. Ulardan birinchisi, demak, runtime errorning turli ko'rinishlari bor. Birinchisi mana type error deyiladi. Type error degani, mana hozir bajarsak, ko'rib turibsiz, istalgan son kiriting deyapti, dastur bajarildi. Biz mana bu yerda misol uchun 50 degan sonni kiritsak, type error deyapti-da, unsupported operand deyapti. Mana buni tarjima qilib ko'rishingiz mumkin. Xullas, bu yerda xato nimada bo'ldi? Xato shundaki, biz mana bu yerda mana e'tibor bering, sonni kvadratini hisoblayapmiz. Demak, sonni kvadratini hisoblayapmiz. Lekin bu yerda aytayaptiki, mana bu sonni kvadratini hisoblab bo'lmaydi deyapti. Nima uchun? Chunki mana bu son emas, string deyapti. Demak, bu yerda nima bo'ldi? Agar biz tekshirsak, type son desak, demak, esingizda bo'lsa, biz mana shunday qilib sonni ma'lumot turini tekshirishimiz mumkin. Bu yerda string deyapti. Demak, biz foydalanuvchidan qabul qilib olgan sonimizni integerga o'tkazish esimizdan chiqib qoldi. Mana shu yerda biz yana bir qadam qo'shishimiz kerak edi. Aslida son barobar integer son deb sonimizni matndan songa o'tkazib olishimiz kerak edi. Shu narsa esimizdan chiqqani uchun kodimiz jarayonida demak mana bunday xatolik bo'ldi. Demak, type error deb ma'lum bir ma'lumot turini ustida bajarib bo'lmaydigan amalni bajarmoqchi bo'lsangiz, mana shunday type error xatoligi chiqib keladi. Demak, yuqorida biz matnning ustida arifmetik amal bajarmoqchi bo'ldik, lekin matnning ustida arifmetik amal o'z-o'zidan bajarib bo'lmaydi. Mana endi biz bossak, mana endi istalgan son kiriting deydi. Misol uchun 20 desak, mana 20 ning kvadrati 400 ga teng degan javobni oldik. Mana bu qadam esimizda chiqib qolgani uchun type error bo'ldi. Va yuqorida aytganimizdek, type errorni to dastur bajarilmaguncha, mana shu xatoga yetib kelmaguncha biz aniqlay olmaymiz. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Har xil natijalarni berib tekshirib ko'rish kerak dasturimizni. Yana bunday errorlardan biri, demak, runtime error, runtime xatoliklardan biri bu name error. Demak, name error degani ma'lum bir misol uchun ma'lum bir o'zgaruvchi yoki funksiya nomini xato yozib qo'yish natijasida kelib chiqadi. Mana bu yerda e'tibor bering, men misol uchun print ni o'rniga print deb yozib qo'ydim. Demak, n harfi qolib ketdi. Bu yerda deyapti name error. Demak, mana bunaqangi print degan narsani o'zi yo'q deyapti. Mana bunday obyekt yo'q deyapti. Demak, bu yerda biz to'g'rilashimiz kerak ekan, buni print qilsak, mana endi dasturimiz ishlaydi. Yoki bo'lmasa, mana pastdagi ikkinchi misolni ko'ramiz. Mana bu misolga e'tibor beraylik. Misol uchun men mevalar degan o'zgaruvchi yaratdimda, mana bu yerda misol uchun for har bir mevalarning ichidagi har bir meva uchun mevaning nomini printerga chiqargin deyapman. Mana shu yerda agar men misol uchun mevalarning o'rniga xato yozib qo'ysam, misol uchun mana bunday qilib yozib qo'yib kodni bajarsam, aytadiki, mevalar degan demak o'zgaruvchini topa olmadim deydi. Haqiqatan ham, chunki biz mana bu yerda xato yozib qo'ydik, buni to'g'rilab ketishimiz kerak ekan. Demak, bu name error. Ma'lum bir o'zgaruvchini yoki funksiyani yoki bo'lmasam qandaydir bir obyektning nomini noto'g'ri yozib qo'yganingizda mana shunday name error kelib chiqadi. Yana bittasi, misol uchun keyingisi value error. Value error deb noto'g'ri qiymat berib qo'yganimizda bu xatolik kelib chiqadi. Mana bu yerdagi kodimizga e'tibor bering. Biz foydalanuvchidan biror bir son kiritishni so'radik. Demak, istalgan son kiriting dedik. Demak, foydalanuvchi kiritgan sonni integer qilib butun songa o'tkazib olyapmiz. Mana undan keyin sonni tekshiramiz. Agar son 0 dan katta bo'lsa, demak musbat son deymiz. 0 dan kichkina bo'lsa, manfiy son deb xabar chiqarmoqchimiz. Mana kodni bajaraylik. Demak, pastni tozalab kodni bajaramiz. Istalgan son kiriting deyapti. Misol uchun men 60 kiritdim. 60 kiritsam musbat son dedi. Yana kodni bajaramiz. Istalgan son kiriting dedi. Men misol uchun 23.5 dedim. Mana endi birdan xato berdi. Value error deyapti. Nima? Bu yerda xato nima muammo bo'ldi? Muammo shundaki, mana bu integer funksiyasi demak qachon matnni butun songa o'tkazadi. Qachonki kiritilgan son, mana bu foydalanuvchi kiritgan son butun son bo'lsagina. Bu yerda foydalanuvchi, ya'ni men butun son emas, o'nlik son kiritganim uchun bu yerda mana bu qiymat noto'g'ri deyapti. Men bu qiymatni, demak mana bu funksiya mana bu qiymatni butun songa o'tkaza olmaydi. Demak, bu yerda biz kodimizni to'g'rilashimiz kerak.
yoki foydalanuvchidan istalgan son emas, istalgan butun son kiriting deb so'rashimiz kerak. Yoki bo'lmasam mana bu yerda integerga emas, ya'ni butun songa emas, float deb o'nlik songa o'tkazishimiz kerak. Demak, mana shunday qilib to'g'rilab qo'ysak, mana endi kodni bajaradigan bo'lsak, istalgan son kiriting, men o'nlik son kiritsam, mana musbat son deb xabar chiqardi. Demak, bu ham value error, demak, noto'g'ri qiymat berib qo'yganimizda paydo bo'ladigan xato. Ko'pchilik yangi dasturchilar yo'l qo'yadigan yana bir xato bu index error deyiladi. Index error degani, misol uchun ma'lum bir ro'yxatning ichidagi elementlarga noto'g'ri indeks bilan murojaat qilish. Misol uchun mana bu yerda qarang. Menda mevalar degan, mana bu yerda mevalar degan ro'yxat bor. Keling, bu ro'yxatni pastga chiqaraylik. Demak, mana mevalar degan menda ro'yxat bor. Ichida 3 ta element bor. Keling, men mana shu yerda misol uchun 3-elementni print qilib chiqarmoqchiman. Print mevalar deymanda 3-elementni chiqaraman. Bunday bossam xato berdi. Index error, index out of range deyapti. Out of range degani, demak, chiqib ketdi, chegaradan chiqib ketdi deyapti. Qayerda muammo bo'ldi? Gap shundaki, men 3-elementni chiqarishimda esimdan chiqarib qo'ygan narsam, demak, dasturlashda indekslar 0 dan boshladi. 0, 1, 2. Demak, to'g'ri kod mana bu yerda aslida men 2 deb yozishim kerak edi. Demak, mana bu yerda ham kodda mevalar 3 emas, mevalar 2 deb yozsam, 3-element, ya'ni uzun chiqib keladi. Bu ham demak ko'pchilik yo'l qo'yadigan xato, indeksni noto'g'ri kiritib qo'yish. Bu index error deyiladi. Index error ham dastur bajarilgandan keyin chiqib keladigan xato. Runtime errorlardan yana biri bu demak zero division error. Bu degani 0 ga bo'lish xatoligi. Demak, odatda 0 ga bo'lib bo'lmaydi. Dasturlashda agar mana shunday xato yuz bersa, dastur o'z-o'zidan to'xtaydi. Mana bu yerda aytib bering, men x va y ga qiymat berdim. 50 va 50. Demak, x ham 50, y ham 50 qiymat berdimda, z ni qiymatini hisoblaganda 250 bo'lingan x minus y dedim. Agar buni bajaradigan bo'lsam, demak bu yerda aytayaptiki zero division error deyapti. Division by 0, ya'ni 0 ga bo'ldingiz, 0 ga bo'lib bo'lmaydi deyapti. Mana bu yerda x ham y ham 50 bo'lib qolgani uchun mana bu yerda kodimiz xato berdi, chunki 0 ga bo'lib bo'lmaydi. Buni agar men to'g'rilasam, 60-50 qilsam, mana endi kodimiz bajarilaveradi. Mana shunday narsalarni ham demak kodimizda ko'p uchraydigan xatolardan biri. Runtime errorlar juda ham ko'p, turlari juda ham ko'p. Biz faqat ba'zilar bilan tanishdik xolos. Keling endi mantiqiy xatolar haqida gaplashamiz. Mantiqiy xatolar deb nimaga aytiladi? Mantiqiy xatolarda bu siz dastur yozish jarayonidagi qandaydir o'zingiz yo'l qo'ygan xatolar. Bu xatolarni Python aniqlay olmaydi. Ya'ni hisob-kitob tarafdan bu yerda xato yo'q. Bu yerda deylik sinteks xatolik yo'q. Dastur bajarilaveradi. Dastur xato bo'lib chiqib ketmaydi. Dastur ishlayveradi, lekin natija xato bo'laveradi. Keling, mana bu yerda bitta misol ko'rsataman. Misol uchun arifmetik sonlar bilan ishlagandagi mantiqiy xatolardan biriga oddiy misol ko'ramiz. Qarang, men mana bu yerda aylanani yuzini hisoblaydigan dastur yozdim. Mana aylanani radiusi 5 ga teng, pi 4/4, aylana yuzi pi ko'paytirilgan radius kvadrat dedim. Mana aylanani yuzini chiqaraman. Demak, mana bu son chiqib keldi. Biz bilamiz bu son noto'g'ri. Nima uchun? Mana bu yerda men pi ning qiymatini 3/14 o'rniga 4/14 deb yozib ketdim. Biz matematikadan bilamiz, pi ning qiymati 3/14. Lekin mana shu yerda turli sabab bo'lishi mumkin. Charchadim, esimdan chiqib qoldi yoki mana bu yerda yozganda xato yozib ketdim. 3/14 o'rniga 4/14 yozib ketib qoldim. Mana bu mantiqiy xato bo'ldi. Ya'ni bu xatoni Python xatoligini tushunmaydi bu yerda. Bu xatoni biz o'zimiz keyinchalik aniqlashimiz mumkin. Yoki ba'zi shunday bo'ladi, mantiqiy xatolar umuman aniqlanmasdan ham dastur demak savdoga chiqib ketadi, foydalanuvchilarga ketadi. Va xatolik keyin qachonlardir aniqlanadi. Kimdir qayerdadir mana shu dasturni ishlatayotganda mana shu xatoni ko'rib qoladi. Mana men hisob-kitob qiluvdim, mana bu natija o'rniga mana bu natija chiqib qoldi deydi. Shuning uchun ham ko'p dasturlar e'tibor bersangiz har hafta yangilanib turadi. Telefoningizdagi misol uchun Android dasturlar ham yoki kompyuteringizdagi misol uchun dasturlar ham tez-tez yangilanib turadi. Buni bitta sababi demak mana shunday xatolarni to'g'rilab ketish. Har qanday dasturning ichida mantiqiy xatolar juda ham ko'p uchraydi. Dasturchilar demak ko'p kod yozadi, kodlar minglab, yuzlab qatorlar bo'lgandan keyin albatta ichida mana bunday mantiqiy xatolar ham kirib ketadi. Demak, dasturning yangi versiyalarida mana shunday xatolarni to'g'rilab ketishadi. Xo'p, endi yana bitta misol ko'ramiz mantiqiy xatoga. Misol uchun mana bu yerda qarang. Men foydalanuvchidan biror bir son kiritishni so'rayapman. Keyin o'sha sonning ildizini hisoblayapman. Demak, sonni ildizini hisoblash uchun mana bu yerda demak bu daraja ko'rsatkichi, mana bu esa 1/2. Demak, daraja 1/2 ga darajaga oshirsak, sonning ildizi chiqib keladi. Xo'p, kodni bajaraman. Keling pastga son kiriting deyapti. Istalgan son kiriting. Misol uchun deylik 4. 4 emas, misol uchun 9 deylik, mana 9. Biz bilamiz 9 sonining ildizi 3 ga teng. Bosaman,
ildiz 4,5 deyapti. G'alati. Kodimizni yana bajaramiz. Istalgan son kiriting deyapti. Misol uchun 81. Biz bilamiz 81 sonini ildizi 9 ga teng bajarsam ildiz 40,5 deyapti. Xo'p, bu yerda muammo nimada? Muammo shundaki, mana bu yerda kodimiz qanday bajariladi? Mana bu yerda oldin sonni birinchi darajasi olinadi-da, ana undan keyin chiqqan natija 2 ga bo'linadi. Chunki Python esingizda bo'lsa, mana bunday arifmetik operatorlarni chapdan o'ngga bajaryapti. Shuning uchun biz bu kodimizni to'g'rilashimiz kerak. Qanday to'g'rilaymiz? Yoki mana bu 1/2 ni qaus ichiga olamiz, yoki bo'lmasa 1/2 emas, 0.5 deb yozib qo'yamiz. Mana endi kodimizni bajarsak, son kiriting 81 desam, demak 81 ning ildizi 9 ga teng degan javobni oldik. Bu ham demak mantiqiy xatoni bir ko'rinishi, ya'ni siz buni sezmasdan o'tib ketasiz kod yozganda, bu qolib ketadi dasturning ichida va undan keyin qachonlardir kimdir ishlatganda mana shu xato chiqib keladi. Bularning hammasi mantiqiy xatolarga misol bo'ladi. Shuningdek, misol uchun ba'zida o'rinsiz joyda mana bunday xatoni surib qo'ysangiz ham, bu ham mantiqiy xato bo'lishi mumkin. E'tibor bering, biz mana bu yerda mevalar degan ro'yxat yaratdik va mevalarning ichidagi har bir mevani print qilib konsolga chiqarmoqchimizda, dastur tugagandan so'ng dastur tugadi degan yozuvni ekranga chiqarmoqchimiz. Mana bajarsak nima bo'lyapti? Dastur tugadi degan matn bir marta emas, bir necha marta takrorlanib qoldi. Nima uchun? Chunki mana bu yerda biz dastur tugadini qatorni boshidan yozishimiz kerak edi. Lekin mana bu yerda demak qatorni demak surib qo'yib yozib qo'ydik. Shuning uchun ham bu xatolik yuzaga keldi. To'g'rilab, demak qatorni boshiga surib qo'yamiz va endi dasturni bajarsak, avval mevalarni ro'yxat chiqdi, ana undan keyin dastur tugadi degan matn chiqdi. Demak, bugun ko'rmoqchi bo'lgan mavzuyimiz shundan iborat edi. Biz turli xil xatolar bilan tanishdik. Kelgusi darslarimizda biz bu xatolarni qanday qilib dastur davomida ushlashni o'rganamiz. Ya'ni runtime errorlarni dastur bajarilishi jarayonida dasturni to'xtab qolishiga sabab bo'lmasdan o'sha xatoni ushlab olishni ham o'rganamiz. Hozircha demak sahifamizga o'tib, albatta amaliy mashg'ulotlarni bajaring. Bugungi amaliyotimiz biroz boshqacha bo'ladi. Men tayyor kodlarni beraman. Ana shu kodlarning ichidagi xatolarni topib to'g'rilashingiz kerak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi darsda ko'rishguncha xayr. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sahifamizga xush kelibsiz. Darslarimizni davom etamiz. Siz dasturchi sifatida ertaga ish qidirganingizda sizdan albatta tajriba so'rashadi. Ya'ni o'tmishda qilgan turli xil loyihalaringiz, turli xil yaratgan dasturlaringiz haqida so'rashadi. Mana shunday holatda qanday qilib shularni ko'rsatasiz? Agar siz kodlaringizni bir joyda chiroyli qilib jamlab borgan bo'lsangiz, ya'ni qatnashgan loyihalaringiz, yaratgan dasturlaringiz, mana shularni bir joyda jamlab borgan bo'lsangiz, chiroyli qilib portfolio yasagan bo'lsangiz, mana shuni demak o'sha ish beruvchilarga ko'rsatasiz. Va bu narsa, ya'ni sizni chiroyli, boy portfoliongiz har qanday universitetning diplomi yoki o'quv kurslari sertifikatlaridan ham muhimroq. Ya'ni bu portfolio sizni o'tmishdagi tajribangizni ko'rsatadi. Qanday loyihalarda ishlagansiz, qanday dasturlar yaratgansiz va hokazo. Mana shunday portfolio qilishni bitta usuli kodlarni yoki qilayotgan loyihalaringizni GitHub degan platformaga joylab borish. Bugun biz mana shu platforma bilan tanishamiz. Aslida GitHub platformasining vazifalari juda ham ko'p. Ulardan biri misol uchun o'sha kodlarning ustida, katta loyihalarning ustida jamoa bo'lib ishlash, ya'ni bitta loyihaning ustida bir nechta dasturchi bir vaqtning o'zida bir-biriga xalaqit bermasdan ishlash imkonini beradi. Shuningdek, versiya nazorati deyiladi. Misol uchun kodingizni yoki dasturingizni yangi versiyalarini nazorat qilib borish va deylik misol uchun turli xil xatolar paydo bo'lganda kodni misol uchun eski versiyasi bilan solishtirish yoki o'sha eski versiyasidagi biror narsani yangi versiyaga tiklash va hokazo. Demak, aslida GitHubni vazifalari juda ham ko'p, lekin biz bugun aynan portfolio sifatida GitHub bilan tanishamiz. Demak, GitHubda turli xil dasturchilar, ya'ni deyarli hamma dasturchilarning o'zining akkaunti bor. Ana shu akkauntiga dasturchilar o'zining kodlarini va loyihalarini yuklab borishadi. Loyihalar ochiq bo'lishi mumkin, ya'ni omma uchun ochiq loyihalar bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam yopiq loyiha bo'lishi mumkin. Yopiq loyihaning ustida faqatgina o'sha o'zingiz va siz ruxsat bergan odamlargina ko'ra oladi va ishlaydi. Ochiq loyihalar esa hamma uchun ochiq bo'ladi. Keling misol sifatida men ba'zi bir mashhur o'sha GitHubdagi dasturchilarni ko'ramiz, ularning akkauntlariga kirib ko'ramiz. Mana hozir men
o'sha GitHub sahifasiga kirdim. Demak github.com va mana bu yerda trending, ya'ni aynan Python tilida dastur yozuvchilarining, mashhur dasturchilarning akkauntlari mana ekranda chiqib turibdi. Misol uchun mana istalgan odamning sahifasiga kirishimiz mumkin. Mana Christian Rotzel degan odam ekan. Yoki yana birortasini ochib qo'yaylik. Misol uchun Sebastian Ramirez. Mana sahifasiga kirdik, rasmi va u odam haqida qisqacha ma'lumotlar va o'ng tarafda esa muhimi mana bu yerlar esa ko'rib turganingiz bu kishi yaratgan turli xil yoki ishlayotgan turli xil loyihalar. Siz bu loyihalarni ichiga kirib, misol uchun mana biror bir loyihani ochib, uni ichidagi o'sha loyiha haqida qo'shimcha ma'lumot olishingiz mumkin. Loyihani mana ko'rib turibsiz, kodlarini ham bemalol yuklab olishingiz mumkin. Mana bu yerda mana Pythonda yozilgan uzundan uzun mana katta loyiha, bir nechta fayllardan, bir nechta papkalardan iborat. Pastda esa mana readme degan faylning ichida mana shu loyiha haqida batafsil ma'lumot berilgan. Ya'ni siz bu yerga kirib, mana shu loyiha haqida o'qishingiz, uni qanday qilib ishlatish, qanday qilib foydalanish va hokazo ma'lumotlarni bu yerda ko'rib olishingiz mumkin. Demak, bu GitHub har bir dasturchini onlayn rezyumesi yoki bo'lmasam onlayn yuzi desak ham bo'ladi. Mana bu odamning misol uchun 195 tadan oshiq turli xil loyihalari bor ekan. Bu yerda demak GitHubda repository degan so'z ishlatiladi. Odatda repository bu sizni o'sha bitta loyihangiz uchun ajratilgan joy. Bu odam misol uchun 195 ta repository yaratgan, ya'ni 195 ta loyihani ustida ishlagan. Mana bularni loyihalarni ko'rib turibsiz. Bu loyihalar hozir mana bu ko'rayotgan loyihalarimiz bu ochiq, ya'ni omma uchun ochiq loyihalar. Istalgan odam bu loyihalarni ko'rishi mumkin va muhimi bu kodlarni istalgan odam o'ziga yuklab olishi mumkin va undan bemalol foydalanish mumkin. Albatta litsenziyasini tekshirish kerak, ya'ni bu koddan foydalanish uchun odatda litsenziya bo'ladi, qandaydir shunga amal qilgan holda, lekin kodni o'zi ochiq. Ya'ni istalgan odam misol uchun mana shu yerda ham biror bir faylni bosib, o'sha faylni ichini ham ko'rishingiz mumkin. Misol uchun keling mana biror bir faylni ochaylik. Mana istalgan faylni bosib, mana kodini ham ko'rishingiz mumkin. Yana bitta odamning sahifasiga kiramiz. Mana Christian Rotzel deb qo'yibdi. Buni 36 ta demak o'sha turli xil loyihalari bor ekan. Bu kishini ham loyihalarini ko'rishimiz mumkin. Va muhimi, misol uchun bu loyihalardan tashqari bu odamning qanchalik faolligini ham ko'rishimiz mumkin. Mana pastga tushsak, mana ko'rib turibsiz, bu odam mana bu yashil degani o'sha kunlari bu odam kod yozgan va kodini mana shu GitHubga yuklagan kunlari. Ko'rib turibsiz, bu oylar, ya'ni dekabr, yanvar, fevral. Bu odamning faolligini ham ko'rishingiz mumkin. Pastda esa bu odamning qilgan barcha o'sha kodlarga o'zgartirishlari. Demak, biz ham bugun qanday qilib GitHubda akkaunt ochishni va bu yerda o'zimizni o'sha loyihalarimiz uchun repozitoriy ochishni o'rganamiz. Mana men hozir github.com sahifasiga kirdim. Demak, bizni birinchi qilgan ishimiz mana shu sahifadan ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Demak, bu yerda siz biror bir o'zingiz uchun tushunarliroq bo'lgan, boshqalarga ham demak sizni qidirib topish oson bo'lgan foydalanuvchi ismini tanlaysiz. Bu yerda email manzilingizni kiritasiz va undan keyin demak o'zingizga biror bir maxfiy so'z tanlaysiz. Mana shularni qilib, keyin mana bu sign up for GitHub tugmasini bosasiz. Men ro'yxatdan o'tib bo'lganim uchun hozir bu qadamlarni qilmayman, lekin tushunarli bo'lish uchun demak mana shu qadamlarni bajarasiz. Bu yerda qiyin joyi yo'q, faqat o'sha email manzilingizga sizga demak emailni tasdiqlash uchun xat keladi. Ana shu xatni ochib emailingizni tasdiqlashingiz talab qilinadi. Hozir esa men GitHub sahifamga kiraman. Darvoqe bu yerda bir narsaga e'tibor bering. Men mana sahifamga kirayotganimda ikki qadamli autentifikatsiya yoqib qo'yganman. Siz ham buni demak keyinchalik o'sha akkauntni ichidagi nastroykalarga kirib, demak mana shu narsalarni yoqib qo'ying. Ya'ni ikki qadamli autentifikatsiyani yoqsangiz, o'sha akkauntingiz yana ham himoyalangan bo'ladi. Demak, mana men hozir o'zimni o'sha GitHub akkauntimga kirdim. Bu yerda e'tibor bering, mana bu yerda bizni demak Python darslari degan repozitoriyimiz bor. Mana bu ko'rib turibsiz, chap tarafda Python darslari deb yozilgan. Bu yerda biz mana shu darslarimizga oid bo'lgan barcha kodlarni yuklab borganmiz. Va pastda mana bunday qisqacha bir mana shu repozitoriy haqida ozgina ma'lumot berganmiz. Mana bu manzil orqali kirishingiz mumkin. Men sahifamizni demak o'sha videoni pastda ham sahifamizni ham ulashib qo'yaman. Kirib mana shu yerdagi kodlarimizni ko'rishingiz mumkin. Lekin hozircha biz demak boshdagi mana bu github.com sahifasiga qaytamiz. Bu yerda demak endi mana bu ko'rib turganingiz bu GitHubning asosiy demak sahifasi. Bu yerda siz birinchi kirgan zahotingiz iloji bo'lsa mana bu yerda demak your profile degan joyga kirib o'zingizni o'sha profilingizni yangilab qo'ying. Ya'ni o'zingizni suratingizni yuklang, biror bir qisqacha ma'lumot berib qo'ying va hokazo. Mana endi o'ng tarafda ko'rib turibsiz, meni repozitoriylarim turibdi. Repozitoriy deb
har bir loyiha uchun ajratilgan joyni repozitoriy deyiladi GitHubda. Demak, mana bu yerda meni alohida loyihalarim bor. Misol uchun Python vazifalar, Python darslari va boshqa mana bu yerda ko'p bo'lay boshqa loyihalarim bor. Demak, mana shu har bir loyiham uchun men alohida repozitoriy yaratib qo'yganman. Demak, repozitoriy bu har bir loyiha uchun ajratilgan alohida joy. Biz bu yerga kirib nima qilishimiz kerak bo'ladi? Sizniki albatta kirgan paytingiz bo'm-bo'sh bo'ladi. Bu yerda hech qanaqangi repozitoriylar hali yo'q sizda. Nima qilasiz? O'zingiz uchun mana keling hozir biz yangi repozitoriy yarataylik. Yangi repozitoriy yuqorida aytganimizdek, bu bizni yangi loyihamiz uchun alohida GitHubda joy. Endi loyihaning ichida bitta fayl bo'lishi mumkin, 10 ta fayl bo'lishi mumkin, bir nechta papkalar bo'lishi mumkin, papkalar ichida bir nechta demak fayllar ham bo'lishi mumkin. Misol uchun men Python darslari degan repozitoriyning ichida Python mana shu darslarimizga aloqasi bo'lgan barcha kodlarni yuklab qo'yganman. Ya'ni alohida har bir dars uchun repozitoriy qilmaganman-da, hamma mana shu yerdagi darslar uchun bitta repozitoriy qilganman. Demak, mana keling hozir yangi repozitoriy yaratishni ko'ramiz. Bu demak sizni o'zingizning loyihalaringiz uchun. Hozir biz ko'radiganimiz, siz o'zingizni misol uchun mana Pythonda hozir o'rganayotgan dars davomida qandaydir vazifalarni bajarib boryapsiz. Keling mana shu vazifalaringiz uchun repozitoriy yaratishni ko'ramiz. Demak, mana bu yerda repozitoriyga nom berasiz. Nom berganingizda e'tibor bering, kichkina harflar bilan yozasiz, bo'shliq ishlatmaysizda, chiziqcha bilan, misol uchun ikkita so'z bo'lsa, chiziqcha bilan ajratasiz. Misol uchun men bu yerda agar ochadigan bo'lsam, Python vazifalar deb repozitoriy ochishim mumkin. Siz esa, demak, siz uchun esa Python javoblar deb repozitoriy ochishingiz mumkin. Demak, bu yerda siz javoblar yoki bo'lmasam Python darslarim deb ochib qo'yishingiz mumkin. Menda hozir Python darslar degan repozitoriy mavjud bo'lgani uchun bunday nom qo'ya olmaysan deyapti. Ya'ni o'zingizga qulay bo'lgan, tushunarli bo'lgan nom bering. Aynan mana shu Python darslari uchun bo'lsa, mana shunday nom bering. Boshqa loyiha uchun bo'lsa, o'sha loyiha uchun tushunarli nom bering. Demak, mana nom berdik. Ana endi mana bu yerda bu repozitoriy public, ya'ni hamma uchun ko'rinadigan, hamma uchun ochiq bo'ladimi yoki private, faqat siz uchun ko'rinadigan bo'ladimi? Shuni belgilaysiz. Ya'ni public qilsangiz hamma ko'radi, private qilsangiz faqat o'zingiz ko'rasiz. Endi mana bu yerda add readme file degan narsa bor. Bu narsa demak readme file mana shu sizni loyihangiz haqidagi ma'lumot. Agar men mana bu yerda o'zimdagi repozitoriyalar ochadigan bo'lsam, keling bitta repozitoriyni ko'raylik. Mana Python darslari degan repozitoriyni ko'rsangiz, mana bu readme file. Mana bu yerda men repozitoriy haqida qisqacha ma'lumot berganman. Bu o'sha readme file. Agar sizni o'sha yaratayotgan repozitoriy yoki loyihangiz omma uchun ochiq bo'lsa, albatta mana bu yerda readme fileni yaratib keting. Chunki siz keyinchalik mana shu loyiha haqida ma'lumot berishingiz mumkin. Demak, odatda siz bilan qiziqqan, sizni ishlaringiz bilan qiziqqan odam kirib mana shu readme fileni o'qiydi. Mana endi create repositoryni bosasiz va sizda bo'sh repozitoriy yaratiladi. Mana hozir ko'rib turibsiz, mana menda Python lessons degan bo'm-bo'sh, ichida hech qanaqa faqatgina bitta fayl bor, ichida readme degan fayl bor. Men endi mana bu readme faylni o'zgartirishim mumkin. Misol uchun mana bu qalam tugmasini bosamanda pastidan yozaman, demak, ushbu repozitoriyda Python darslariga oid kodlar jamlangan deb qo'yaman. Mana endi mana yozdik. Pastga e'tibor bering, mana bu commit change degan tugma bor. Mana shuni bosib qo'yamiz. Mana bosganimizdan keyin mana repozitoriyadagi mana bu matn ham o'zgardi. Xo'p, hozircha repozitoriy bo'sh. Endi qanday qilib biz bu yerga fayllar qo'shamiz? Ya'ni siz misol uchun bir nechta kodlar yozgansiz, ana shu kodlaringizni mana shu yerga yuklamoqchisiz. Odatda dasturchilar keyinchalik siz ham buni o'rganib ketasiz, to'g'ridan-to'g'ri kod yozish bilan qiladi. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri git komandalar bor. Ana shu git komandalarini yozish bilan bu yerga kodlarni yuklash mumkin. Lekin biz osonroq usulni ko'ramiz. U ham bo'lsa GitHub Desktop degan dastur, ya'ni GitHub Desktop degan dasturi bor. Mana shu dasturni kompyuterimizga o'rnatamiz. Mana GitHub Desktop, mana bu yer sahifa desktop.github.com. Keling mana bu dasturni yuklab olaylik. Hop, mana dastur yuklandi. Men buni ochamanda, endi o'rnataman. O'rnatish juda ham oddiy. Bu yerda deyarli hech qanaqangi bir qo'shimcha narsalar talab qilinmaydi. Faqatgina shu o'rnatish tugmasini bosib tursangiz bo'ldi. Demak, mana o'rnatishdan avval bizdan o'sha GitHub akkauntimizga kirishni so'rayapti. Demak, bosamizda ko'rib turibsiz, mana bu yerda o'sha
brauzerga o'tdi. Brauzer orqali biz login qildik. Mana chiqdi. Bu meni emailim, bu meni ismim va hokazo. Demak, endi continue tugmasini bosaman va finish tugmasini bosaman. Mana endi ko'rib turibsiz, mana meni o'sha GitHub desktop dasturi o'rnatildi. Mana ko'rib turibsiz dastur va bu yerdagi demak o'ng tarafdagi bu meni o'sha onlayndagi tayyor turgan repozitoriylarim. Endi biz avvalroq demak o'sha Python lessons degan repozitoriy yaratib qo'ydik. Misol uchun men buni qidirib topishim mumkin. Mana Python lessons degan repozitoriy men boyroq yaratgan edim. Mana shuni hozir tanlaymanda clone deyman. Demak, clone degani endi mana shu repozitoriyni meni kompyuterimga clone qilib olish, ko'chirib olish. Clone tugmasini bosamiz. Endi mana bu yerda mana shu kompyuterimizda qayerga saqlash kerakligini ko'rsatishimiz kerak. Bu yerda bir narsaga e'tibor bering. Men O'zbekistonda ko'pchilikga e'tibor berdim. Foydalanuvchi ismi rus harflarida yozilgan bo'ladi. Ya'ni Kirill alifbosida yozilgan bo'ladi. Agar shunday bo'lsa, mana bu yerda misol uchun menda user turibdi. Sizda esa usersdan keyin sizni foydalanuvchi ismingiz bo'ladi. Agar mana shu yerda sizda Kirill harflaridan foydalangan bo'lsangiz, maslahatim boshqa papkaga saqlang. Ya'ni buning uchun mana bu yerda choose tugmasini bosingda joyini o'zgartiring. Misol uchun to'g'ridan to'g'ri C ni ichida mana bu yerda yangi papka yaratib, misol uchun mana men GitHub deb papka yaratamanda yoki GitHub repos deb qo'yaman, ya'ni GitHub repozitoriylar degani. Mana shu papkani tanlab, mana select folder qilaman. Endi mana shu papkaga mana bu yuqoridagi repozitoriyni demak clone qilaman. Mana clone tugmasini bosdim. Xo'p, mana endi hozir nima bo'lyapti? Meni o'sha onlaynda boya yaratgan repozitoriyim kompyuterimga tushdi. Mana tushdi kompyuterga, ko'rib turibsiz. Bu yerda hech qanaqangi hozircha bo'm-bo'sh. Mana chap tarafga e'tibor bering, fayllar ham yo'q. Ana endi men avval yaratgan papkamga o'taman. Keling, hozir kompyuterni ochaylik. Xo'p. Mana GitHub repos degan papkani ochsam, demak bu papkani ichida ko'rib turibsiz, mana Python lessons degan meni repozitoriyim turibdi va bu repozitoriy ichi bo'm-bo'sh hozircha, hech qanaqangi fayllar yo'q. Ana endi men misol uchun Spiderda biror bir dastur yaratdim. Mana keling, mana bu 12-darsning dasturi. Endi mana shu dasturni avval yaratgan papkam ichiga saqlayman. Buning uchun men mana bu yerda file save as deymanda, ana endi boyagi papkani topaman. GitHub repos Python lessons deymanda, mana 12-dars. 12-darsni mana shu yerga saqlayman. 12-darsni hozir men mana shu papkani ichiga saqladim. Mana ko'rib turibsiz, 12-dars degan fayl tushdi. Istasangiz har bir dars uchun alohida papka ham qilishingiz mumkin. Misol uchun mana 11-darsni men mana bu endi 11-dars, buni ham demak save as qilib, keling yana o'sha papkaga o'tamiz. GitHub repos Python lessons deymanda alohida papka yarataman. Misol uchun 11-dars deymanda, mana 11-dars degan papkani ichiga saqlayman endi. Xo'p, yoki bo'lmasam siz avvalroq yaratgan fayllaringiz bo'lsa, ana shu fayllarni ham to'g'ridan to'g'ri ko'chirib qo'yishingiz mumkin. Yangi yaratgan o'sha papkaga ko'chirib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun men hozir mana File Explorer'ni ochamanda, desktopga o'tsam, desktopda men avvalroq yaratgan darslarimning fayllari turibdi. Mana dars 8, 9, 10, 11 turibdi. Misol uchun keling mana shu fayllarni ko'chiramanda, 8, 9, 10 darslarni avvalroq yaratib qo'yganman. Bu yerdan ko'chirib olib, demak, copy qilib nima qilaman? Endi yangi yaratgan papkam GitHub repos, mana bu Python lessons degan papkaga tashlayman. Mana endi 8, 9, 10 darslar ham tushdi. Bular hozircha meni kompyuterimda, onlaynda emas. Mana endi agar men GitHub desktopni ochsam, e'tibor bering, chap tarafda yangi fayllar paydo bo'ldi va ularning ichidagi o'zgarishlar ham turibdi mana bu yerda. Xo'p, endi men mana shularning hammasini onlaynga joylamoqchiman. Uning uchun mana bu yerda e'tibor bering, men biror bir o'sha qilgan o'zgarishlar haqida biror bir komment, izoh yozishim kerak. Yozaman, yangi fayllar qo'shildi deyman. Yoki bo'lmasam o'sha pastiga demak ko'proq ma'lumot beraman. 8, 9, 10, 11 va 12 darslar yuklandi deb beraman. Mana endi mana bu yerdagi commit to main, ya'ni main o'sha anaqaga qo'shgin deyapman. Qo'shdik, mana hozir qo'shildi. Endi push tugmasini bosishimiz kerak. Push degani o'sha mana bu qilgan o'zgarishlarimizni onlaynga yuklash. Mana push tugmasini bosamiz. Hop, mana ketdi. Biroz vaqt oladi, demak faylning katta kichikligiga qarab. Ana endi onlayndagi o'sha repozitoriyimizga o'tamiz. Mana bu yerda bo'm-bo'sh turgan edi. Endi bu sahifani yangilasak,
Mana ko'rib turibsiz, Python Lessons'da endi yuqoridagi o'sha fayllarimiz onlaynga ham yuklandi. Biz bu fayllarni bosib, ichidagi kodlarni ham ko'rishimiz mumkin. Mana bu bizni demak o'sha onlaynga joylangan kodlarimiz. Xo'p, endi misol uchun men mana bu kodga, endi men bu kodni hozir e'tibor bering, yangi joyga saqlab qo'yganman. Mana bu joyga saqladim. Endi men bu yerda biror bir o'zgartirish kiritmoqchi bo'lsam, misol uchun mana deylik, mana bu yerda syntax so'zi xato yozgan ekan. Syntax deb qo'yaman yoki bo'lmasa mana bu kodlarni mana bunday qilib ochib qo'yaman. Mana qandaydir o'zgartirishlar qildik. Faylimiz o'zgardi. Mana endi GitHub o'tsak, mana bu yerda ko'rib turibsiz, 12-darsda o'zgarish bo'ldi deyapti va o'zgarishlarni ham ko'rsatyapti. Qizil bilan bizning eski kodimiz, yashil bilan esa o'zgarishlarni ko'rib turibsiz. Demak, nimalar o'zgartirdik. Mana bu yerda biz yana yozishimiz mumkin. Demak, 12-dars yangilandi deb qo'yishimiz mumkin-da. Yana bir marta commit to main tugmasini bosamiz, push tugmasini bosamiz va endi GitHubga o'tsak, mana yangilab, endi 12-darsimizni ochadigan bo'lsak, ko'rib turibsiz, kodimiz bu yerda ham mana yangilandi. Mana shunday qilib biz demak kompyuterdagi kodlarimizni o'zgartirib, yangilab, onlaynga doimiy yangilab turishimiz mumkin ekan. Endi boshqalar yaratgan kodlarni kompyuterimizga ko'chirib olishimiz mumkin. Onlaynda Python darslari degan repozitoriy yaratganmiz. Bu repozitoriyimiz ochiq. Istalgan odam bu kodlarni demak ko'chirib olishi mumkin. Nima qilasiz? Mana shu linkni belgilaysizda, demak o'zingizni GitHub desktopingizga o'tib yoki bo'lmasa bu yerda o'tish ham shart emas. Mana bu yerda burchakda kod degan tugma bor. Mana shuni bosib, e'tibor bering, Open with GitHub Desktop degan tugma turibdi. Agar men mana shu tugmani bossam, mana Open tugmasini bosaman, mana ko'rib turibsiz, birdan endi to'g'ridan-to'g'ri GitHub Desktop ochildi va mana bu qayerga klon qilishni so'rayapti. Demak, men istalgan joyga, mana Python darslari degan joyga klon tugmasini bossam, mana klon tugmasini bossam, ana endi fayllar birma-bir meni kompyuterimga tushyapti. Mana bu yerda yangi papka paydo bo'ldi, Python darslari degan. Ichini ochsam, mana hamma darslar, hamma kodlar kompyuterimga kelib tushdi. Siz ham xuddi shunday qilib bizni darslarimizga tegishli bo'lgan kodlarni o'zingizni kompyuteringizga yuklab olishingiz mumkin. Biz bugun tanishganimiz qisqacha GitHub bilan tanishdik. Qanday qilib repozitoriy yaratish, qanday qilib boshqalarning repozitoriyasini o'zingizning kompyuteringizga ko'chirib olish, demak biz mana ko'chirib oldik. Qanday qilib o'zgartirishlar kiritish va hokazo bilan tanishdik. Keyinchalik biz GitHubga yana qaytamiz, lekin hozircha bu qisqacha tanishuv bo'ldi. Men ba'zi bir sahifamizga kirsangiz, u yerda amaliyot uchun ozgina mashqlar qoldiraman. Aynan shu GitHubga bog'liq bo'lgan o'sha kodlarni ko'chirish, o'zingizning kodlaringizni yuklash va hokazo. GitHub bilan yaqindan tanishavering, sababi keyinchalik bu GitHub avval aytganimizdek bu sizni yuzingiz bo'ladi. Mana shu yerga kirgan odam sizni yaratgan kodlaringiz, sizni qilgan oxirgi ishlaringiz bilan tanishishi mumkin. Biz keyinchalik misol uchun GitHubdan mana bu hozir GitHubning o'zini standart ko'rinishi, buni o'rniga web sahifa yaratib ham qo'yish mumkin. Ya'ni butunlay boshqacha qilib web sahifa qilib o'zingizni shaxsiy web sahifangizni ham yaratishingiz mumkin. Uni ham balki kelajak dasturlarda ko'rib o'tishimiz mumkin. Hozircha esa shu, e'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.